butun O'zbekiston hududlarimizda hammasida tibbiy sug'urta tizimini joriy etish ko'zda tutilgan. Joriy yilning 1-aprelidan Farg'ona viloyatida ham tizim to'liq ishga tushishi rejalashtirilgan. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimida eng birinchi oilaviy shifokorga murojaat qilinadi va uni o'sha tegishli tartibdagi yo'llanmasi asosida siz tuman darajasida, viloyat darajasida yoki aytaylik respublika darajasidagi tibbiy xizmatlarni bepul olishingiz mumkin. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimida yana bitta yaxshi va bu xalqaro e'tirofga sazovor bo'layotgan Rimbursatsiya dasturi bor. Rimbursatsiya dasturi surunkali kasalliklar, ya'ni nazoratda turgan bemorlarga oyma-oy beriladi. Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi dorixona bilan shartnoma tuzgan va dorilar uchun tegishli mablag' to'lab bergan bo'ladi. Prezidentimizning 5199 sonli qarorlari bilan belgilangan bemorlar ro'yxati borda. Masalan, men aytib o'tishim mumkin, bunda aytaylik pensiyaga chiqqan va ishlamaydigan odamlar ham bu ro'yxatda bor. Birinchi, ikkinchi guruh nogironlari bor. 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va masalan o'sha mahallada temir daftarda turadigan insonlar ham kiritilgan bu imtiyoz toifasiga. Bu bilan nimaga erishiladi? Bu yerda aytaylik ikkinchi guruh nogironi va unda endoprotez qo'yishga ehtiyoj bor. Bu oilaviy shifokorning yo'llanmasi, tavsiyasi asosida elektron yo'llanma shakllantiriladi va bu insonda masalan endoprotez qo'yilib operatsiya qilinishi uchun barcha mablag'lar tibbiy sug'urta jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi. Davlat muassasalari bilan shartnoma tuzish bilan birgalikda nodavlat muassasalar bilan ham shartnoma tuzilyapti. Ya'ni xususiy klinikalar bilan ular bilan shartnoma tuzishimiz uchun Sog'liqni saqlash vazirligini tegishli tavsiyasi olinadi va shartnoma tuziladi o'sha qaysi kasalliklarni davolash yo'nalishi bo'yicha. Endi aholidan bitta narsani iltimos qilardik, sug'urta tizimini ular yaxshi tushunib olishini va albatta oilaviy shifokor bilan maslahat qilishini. Nimagaki ko'p hollarda bizda 1149 qisqa raqamli telefon raqamlarimiz bor. Shunga ko'p hollarda murojaat bo'ladiki, men xususiy klinikaga borib yotyapman, menga pul o'tkazib berasizlarmi plastigimga degan noto'g'ri tushunchada bu. Shu sababli oilaviy shifokorga murojaat qilishi va oilaviy shifokor yo'naltirgan tarzda davlat tibbiy sug'urtasi bilan shartnoma tuzgan xususiy klinikalarga borib yotishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. Shuningdek aytib o'tishim kerakki, davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tibbiy xizmatlarni sotib oluvchi tashkilot sifatida faqatgina tibbiyot muassasalari bilan shartnoma tuzadi. Jamg'arma bemorga pul o'tkazib bermaydi. U bemorni davolagan tibbiyot muassasasiga mablag'ni to'lab beradi. Shunda ham imtiyozli yo'llanma asosida davolangan bo'lsa. Va dorixonalar bilan ham albatta shartnoma tuzilgan bo'ladi. Jamg'arma bilan shartnoma tuzgan dorixonaga borib bemorlar dorisini olishi mumkin.